Toshkent viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning 10-martidan 11-martiga o'tar kechasi Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasining 2025-yil 6-yanvardagi 1A sonli buyrug'iga asosan hayvonot dunyosini muhofaza qilish sohasidagi navbatdagi nazorat tadbiri olib borildi. Ushbu nazorat tadbiri davomida O'rtachirchiq tumani hududida joylashgan Tuyabog'i suv omborida 1992-yil va 1995-yilda Bo'ka tumanida tug'ilgan fuqarolar tomonidan elektr qarmoq yordamida jami 22 dona tarasha baliq ovlaganligi va ushbu noqonuniy ovda foydalanilgan 1 dona rezinaviy qayiq, 1 dona akkumulyator, 1 dona tok ko'paytirgich va 1 dona sachok ov qilish mahsulotlari taksi yo'llab davlat belgisi 01D 381 SK bo'lgan Spark rusumli avtotransport vositasi tomoniga yuklash uchun harakat paytida ashyoviy dalillar bilan to'xtatildi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga nisbatan MJTKning 90-moddasi 4-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirildi va tabiatga qariyb 4.950.000 so'mlik zarar yetkazilganligi hisob-kitob qilinib, jinoyat ishlari bo'yicha O'rtachirchiq tuman sudiga O'zbekiston Respublikasi MJTKning 245-moddasi 1-qismiga asosan qonun doirasida ko'rib chiqish uchun yuborildi. Bundan tashqari hayvonot dunyosini muhofaza qilish sohasidagi nazorat reyd tadbiri davom ettirildi. Davom ettirilgan paytida Tuyabog'i suv ombori hududida baliq ovlash uchun noqonuniy usul hisoblangan jami 7 dona 500 metr bo'lgan leskali to'rlar yig'ib olindi. Ushbu reyd davomida ashyoviy dalil sifatida noqonuniy ovda foydalanilgan barcha turdagi mahsulotlar Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasining ma'muriy binosida saqlanmoqda.